Demak, yordamchi so'z turkumlari. Yordamchi so'z turkumlari nechta ekan? O'zi 3 ta. Birinchisi bog'lovchi, ikkinchisi ko'makchi, uchinchisi nima? Yuklama. Yana takrorlaymiz. Nechta ekan yordamchi so'z turkumlari? 3 ta. Bog'lovchi, ko'makchi va yuklama. Bog'lovchi mavzusidan boshlaymiz. Demak, bog'lovchi ikkiga bo'linadi. Vazifasiga ko'ra teng bog'lovchi va ergashtiruvchi bog'lovchi. Teng bog'lovchidan boshlaymiz. Teng bog'lovchi 4 ga bo'linadi. Biriktiruv, ayirib, zidlov, inkor. Birgalikda takrorlaymiz. Biriktiruv, ayirib, zidlov va inkor bog'lovchisiga bo'linadi. Biriktiruv bog'lovchisi ikkita 100%ligi va bilan hamda. Bu har doim biriktiruv bog'lovchisi. Endi uyuda so'zi qachonki va bilan almashsa bog'lovchi, almashmasa yuklama. Ukam keldi-yu ketdi. Ukam keldi va ketdi. Almashyapti, nima bo'ladi? Bog'lovchi bo'ladi. Ukam keldi-yu desamchi yuklama bo'ladi. Akam bilan ukam keldi. Akam va ukam keldi. Va bilan almashyapti, demak bilan bu yerda nima bo'lib kelgan? Biriktiruv bog'lovchisi. Almashmasachi ukam akam bilan keldi desamchi ko'makchi bo'ladi. Ham o'z aslida yuklama. Va bilan almashsa bog'lovchi. Yoz keldi, ham ish boshlandi. Yoz keldi va ish boshlandi. Va bilan almashyapti. Demak bu yerdagi ham nima? Biriktiruv bog'lovchisi. Ukam ham keldi va bilan almashmaydi bu yerda. Ukam va keldi deb bo'lmaydi. Demak bu yerda nima bo'ladi? Yuklama bo'ladi. Keyingisi ayruv bog'lovchilari. Ayruv bog'lovchilari ikkita vazifani bajaradi. Ikkalasi ham ayruv bog'lovchisi vazifasi ikki xil. Birinchisi ikkalash harakat ham sodir bo'ladi, ketma-ket sodir bo'ladi. Bir qor yog'adi, bir yomg'ir yog'adi. Ikkalasi ham bo'lyapti, dambadan sodir bo'lyapti. Bir goh bir qarasang tushunarli? Endi ikkinchi turdagi ayruv bog'lovchisi ikkalash harakatda faqat bittasi sodir bo'ladi. Yoki yo va hokazo. Masalan, yo sen kel, yo men boraman. Ikkalash harakatdan faqat bittasi sodir bo'ladi. Sen 5 olasan yoki men seni jazolayman. Ikkalash harakatdan bittasi sodir bo'ladi. Yo siz keling, yo men boray. Ikkalash harakatdan bittasi sodir bo'ladi. Demak, bu nima ekan? Ayruv bog'lovchisi ekan. Keyingisi zidlov bog'lovchilari. Ammo, lekin, biroq bular 100%lik zidlov bog'lovchilar. 100%lik zidlov bog'lovchilar qaysi ekan? Ammo, lekin, biroq. Endi qaranglar. Xo'p, balki so'zga diqqat qaratamiz. Balki so'zi ehtimol so'zi bilan almashsa modal so'z. Balki so'zi aksincha so'zi bilan almashsa zidlov bog'lovchisi. Misol o'qiyman. Xalqni qo'rqitgan emas, balki xalq dardiga sherik bo'lgan marddir. Nima bu yerda? Aksincha bog'lovchi. Sobir nafaqat o'qishda, balki sportda ham eng faol o'quvchi. Nima bu yerda? Aksincha bog'lovchi. Xo'p. Sen qaydan bilasan, balki yulduzlar menga sirlarini so'ylayotgandir. Ehtimol bo'lyapti-da, bu nima? Modal so'z. G'o'zani gullata bilish emas, balki undan mo'l hosil ola bilish muhim. Aksincha, bu yerda nima bo'lyapti? Zidlov bog'lovchisi bo'lyapti. Tushunarlimi? Yaxshi. Keyingisi inkor bog'lovchisi. Nanaga ehtiyot bo'lamiz. Nana qatnashgan gapning kesimi plyusda bo'lsa bog'lovchi, minusda bo'lsa yuklama. Nima degani plyus minus? Na keldi, na ketdi. Keldi ketdi plyusda turibdimi? Demak nima bo'ladi? Bog'lovchi bo'ladi.
Na kelmadi, na ketmadi. Endi yana bitta qoida aytaman. Inkor bog'lovchisi salbiy narsani plyusni minusga aylantiradi. Keldi ketdi, o'zi nimada turibdi? Tasdiqda turibdi, to'g'rimi? Plyusda turibdi. Endi shu plyusni minusga aylantiradi. Na keldi, na ketdi. Inkor yuklamasi esa o'zi minusda inkor shaklida turgan gapni yana inkor ma'no yuklaydi. Kelmadi, ketmadi, o'zi minusda turibdi, inkorda turibdi. Na kelmadi, na ketmadi. O'zi minusda turgan narsaga yana minus ma'no, inkor ma'no nima qilyapti? Yuklayapti. Tushunarlimi? Yozib olamiz. Kesimni bog'lasa, bog'langan qo'shma gap bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, mana shu 4 ta gap shakllangan kesimni bog'lasa qanaqa gap hosil bo'lar ekan? Bog'langan qo'shma gap hosil bo'ladi. Men keldim va dars tayyorladim. Qanaqa gap? Bog'langan qo'shma gap. Men keldim, u darsimni tayyorladim. Bog'langan qo'shma gap. Xo'p, u haftalar o'tdi, ham tugadi savdo. Bog'langan qo'shma gap. Goh qor yog'adi, goh yomg'ir yog'adi. Bog'langan qo'shma gap. Bir qarasang dars tayyorlaydi, bir qarasang uxlaydi. Bog'langan qo'shma gap. Yo siz keling, yo men boray. Bog'langan qo'shma gap. U dars tayyorlaydi, ammo tushunmaydi. Bog'langan qo'shma gap. G'o'zani gullata bilish emas, balki xalq dardiga sherik bo'lish afzal. Bog'langan qo'shma gap. Xo'p, yo'q, u sodda gap bu. Kesim bitta-da asaldir. G'o'zani gullata bilish muhim emas, balki xalq dardiga sherik bo'lish muhim desam, bog'langan qo'shma gap bo'ladi. Na sen kelding, na men bordim. Bog'langan qo'shma gap. Tushunarliga bog'langan qo'shma gap. Ana endi ergashtiruvchi bog'lovchilar esa ergashgan qo'shma gapni hosil qiladi. Ikkita shakllangan gap ergashtiruvchi bog'lovchilar yordamida bog'lansa, qanaqa gap hosil bo'lar ekan? Ergashgan gap hosil bo'lar ekan. Birinchisi sabab bog'lovchilari. Chunki, negaki, zero, zotan, deb, deya. Qaranglar. Sintaksisda tobiiy gap dumaloq bilan belgilanadi. Xo'p, bosh gap to'rtburchak bilan belgilanadi. Xo'p, endi mana buning chizmasi hozir nima bo'lishi kerak? To'rtburchak. Qaranglar. Men dars tayyorlamadim chunki kasal edim. Bu qanaqa gap? Ergashgan qo'shma gap. Qayerdan bildim desam, chunkidan bildim. Endi chunkilik qism bosh gapmi, ergash gapmi? Ergash gap. Men dars tayyorlamadim, bosh gap. Chunki kasal edim, ergash gap. Xo'p, u darsga kelmadi, negaki viloyatga ketgan. Bosh gap qani? U darsga kelmadi, negaki viloyatga ketgan, ergash gap. Qayerdan bilyapman? Chunki mana shu yergacha qayerda, qaysi qismda keladi? Ergash qismda keladi. Xo'p, u yaxshi o'qish kerak, zero sertifikatli bo'lish uchun. Yaxshi o'qish kerak. Bosh gap, zerodan yog'i ergash gap. Xo'p, u darsga keldi, zotan tushunishi kerak. U darsga keldi, bosh gap, zotandan buyog'i ergash gap. Xo'p, deb boshida keladi. Xo'p, sen uyga vazifani qilgin deb men yaxshilab tushuntirdim. Ergash qism qani? Uyga vazifani qilgin deb. Yaxshi ovqatlansin deya ko'p pul berdim. Deyagacha ergash qism, qolgani bosh qism. Tushunarlimi? Chunki negaki zero zotan deb qaysi qismda kelar ekan? Ergash qismda kelar ekan yoki tobe qismda kelar ekan. Endi shuning uchun shu bois shu sababli ko'makchilik qurilmalar bosh qismda keladi. To'rtburchakda belgilab qo'yilgan. Xo'p, u vazifani qildi, shuning uchun jazolanmadi. Bosh qism qani endi? Shuning uchun jazolanmadi. Xo'p, u yaxshi parvarish qilindi, shu bois kasal bo'lmaydi. Shu bois kasal bo'lmaydi, bosh gap. Xo'p, u juda ham yaxshi o'qidi, shu sababli apri sertifikatini qo'lga kiritdi. Shu sabablidan bu yog'i bosh. Tushundingizmi? Bular hozir hamma aytgan gaplarim qanaqa gap? Ergashgan
qo'shma gap. Qayerdan bildim? Bog'lovchisidan bildim. Tushunarlimi? Keyingisi shart, agar, mabodo, bordi-yu, basharti har doim sa bilan birga keladi. Sa ham har doim ergash qism tarkibida keladi. U yaxshi o'qisa talaba bo'ladi. Ergash qism qani? Yaxshi o'qisa. Xuddi shu shart bog'lovchilar bilan kelsa, agar, mabodo. Ifli gap ingliz tilidagi. Agar yaxshi o'qisang talaba bo'lasan. San necha ergash qism? Xo'p, bordi-yu yomon o'qisang sertifikat ola olmaysan. Bordi-yudan sagacha qanaqa qism? Ergash qism. Keyingisi aniqlov bog'lovchilari. Ya'ni ki kim. Xo'p, ki kim bosh qism tarkibida keladi. Shunday odamlar borki, suhbatidan zavq olasan. Demak, borkigacha qanaqa qism? To'rtburchak bilan belgiladim. Bosh qism. Shunday avlodlar borki, havas qiladi hamma. Shunday avlodlar borkigacha qanaqa qism? Bosh qism. Takrorlaymiz. Chunki negaki zero zotan deb qaysi qismda keladi? Qaysi qismda keladi? Qaysi qismda keladi? Ergash qismda keladi. Shuning uchun shu bosh hisobli qaysi qismda keladi? Bosh qismda keladi. Sa qayerda keladi? Ergash qismda keladi. Ki qayerda keladi? Bosh qismda keladi. Maqsad bog'lovchilari toki, deb, deya. O'xshatish bog'lovchilari. Bu yerda toki debda ham ergash qism tarkibida keladi. Yozib qo'yamiz demak. Chunki negaki zero zotan deb deya. Ergash qism. Shuning uchun shu va shu sababli bosh qism. Sa ergash qism. Ki bog'lovchilari bosh qism tarkibida keladi. Toki deb deya ergash qism tarkibida keladi. Keyingisi o'xshatish, chalishtiruv bog'lovchilari. Bu ham ergash turuvchi bog'lovchiga kiradi. Ularga nima kiradi? Go'yoki xuddi. Bular ham ergash qism tarkibida keladi. Yozib olamiz. Pauza qilyapsanmi? O'chirib ani boshqatdan yo'qmi? Kim birlashtiraman nimani? Bittagacha bo'lyaptimi? Nechiga bo'linarkan? Nechiga bo'linarkan? Ikkiga bo'linadi. Teng bog'lovchilar va ergashtiruvchi bog'lovchilar. Teng bog'lovchi nechiga bo'linarkan? To'rtga. Qaysi ekan? Biriktiruv, ayruv, zidlov, inkor. 100% biriktiruv bog'lovchilari va hamda. U yo'lda qachon bog'lovchi bo'ladi? Bilan qachon bog'lovchi bo'ladi? Va bilan. Almashmasa ko'makchi bo'ladi. Ham qachon bog'lovchi bo'ladi? Va bilan almashsa. Demak, ikkita gap va bilan va so'zi va bilan almashadigan so'zlar yordamida bog'lansa qanaqa gap hosil bo'ladi? Bog'langan qo'shma gap. Men keldim va dars tayyorladim. Qanaqa gap? Bog'langan qo'shma gap. Ayrim bog'lovchilari ikkiga bo'linadi. Ikkalash harakati ham sodir bo'ladi, ketma-ket. Yoki ikkalash harakatdan bittasi sodir bo'ladi. Bir qor yog'adi, bir yomg'ir yog'adi. Keyingisi yoki yo. Zidlo bog'lovchilari 100% zidlo bog'lovchilari qaysi? Ammo lekin biroq. Balki qachon zidlo bog'lovchisi bo'lib keladi? Aksincha so'zi bilan almashsa. Ehtimol bilan almashsachi? Badal so'z bo'lib keladi. Zidlo bog'lovchisida bo'lsa esa bo'lmasa so'zlarni ham nimaga e'tiborga olib qo'yamiz? Bular ham ikkita gap bog'lasa qanaqa gap hosil bo'ladi? Bog'langan qo'shma gap hosil bo'ladi. Sen yaxshi o'qi, bo'lmasa jazolayman. Bu qanaqa gap? Bog'langan qo'shma gap. Ahmad yaxshi o'qiydi, Toshmat esa undan ham yaxshi o'qiydi desamchi, bog'langan qo'shma gap. Qayerdan bildim? Bo'lsa, esa, bo'lmasa so'zlari qanaqa qo'shma gap turini hosil qiladi? Bog'langan qo'shma gap turini hosil qiladi. Keyingisi inkor bog'lovchilari nana. Inkor bog'lovchi bo'lishi nima bo'lishi kerak? Ikkala gap ham plyusda bo'lishi kerak. Na kelding, na ketdik. Ikkala gap ham minusda bo'lsa nima bo'lib qoladi? Na kelmadi, na ketmadi desam, yuklama bo'lib qoladi. Teng bog'lovchilar tushunarlimi? Ergashtiruvchi bog'lovchilar nechiga bo'linadi? 5 ga bo'linadi. Birinchisi sabab bog'lovchilar. Nima kiradi sabab bog'lovchilariga? Chunki, negaki, zero, zotan, deb, deya. Qaysi qismda keladi? Ergash qismda keladi. Shuning uchun shu bois shu zavqli qaysi qismda keladi? Bosh qismda keladi. Shart bog'lovchilari. Agar, mabodo, bordi-yu, basharti so'zlari har doim qaysi nima bilan keladi?
qo'shimcha bilan keladi. Sa qaysi mayli qo'shimchasi? Shart mayli qo'shimchasi. Sa har doim qaysi qism tarkibida keladi? Ergash qism tarkibida keladi. Ki har doim qaysi qismda keladi? Bosh qism tarkibida keladi. Toki deb qaysi qismda keladi? Ergash qismda keladi. Go'yoki xuddi ham qaysi qismda keladi? Ergash qism tarkibida keladi. Asosiy bog'lovchini fundamenti shu. Nimaga tushunmadingiz? Qaytib tushuntirib beraman. Tushundingizmi? Keyingisi ko'makchi. Ko'makchini hozir ma'noviy turini o'tmayman. Sof ko'makchi bilan vazifadosh ko'makchini yodlatib qo'yaman. Ma'noviy turini uyda o'zingiz o'rganib kelasiz. Kelishiga, masalan, xo'p, uning fikriga ko'ra biz boramiz. Ana shu yerda ko'ra nimani bildiryapti? Ko'makchi nimani bildiryapti sizningcha? Fikrni, mavzusini bildiryapti. Topib olish qiyin emas ko'makchining ma'noviy turlaridan. Tushunaligan? Sof bilan vazifadoshni ajratgan odam ko'makchini yaxshi biladi deb hisoblayman. Demak, sof ko'makchilarni hozir minutga yodlab hamma topshiradi. Bilan sari sayin uchun kabi qadar singari o'zlar tufayli haqida yangilik oid davr. Minutga topshirasiz. Nimaga bu sof ko'makchi desa tushuntirib beraman. Bilanni gapdan o'zamiz. Ma'nosi bormi bilan? Yeydigan narsa, ichadigan narsa deb bo'ladimi? Yo'q. Lekin vazifadosh ko'makchini gapdan uzib gap qilsa bo'ladi. Ost. Vazifadosh ko'makchi ayrim so'zlar o'sha gapdagina ma'nosini yo'qotib turadi-da, gapdan uzsak ma'nosi bor uni. Gapini tagida nima bor desam, tag so'zi ham ana shu yerda ko'makchi bo'lib kelgan. Gap tagida gap bor desam. Lekin stolning tagida mushuk yotibdi desam nima bo'ladi? O'zini ma'nosi bo'ladi. Tushundingizmi qanday ajratasiz? Matn tarkibidan uzganingizda atash ma'nosi bo'lsa vazifadosh ko'makchi. Bo'lmasa sof ko'mak. Hozir tezlik bilan ko'chirib olib minutga topshiramiz. Marhamat. So'roq tajib yuklamalar. Nimalar kiradi? So'rovni bildiradigan yuklamalar. Mi, chi, a, ya. Sen unga vazifa qildingmi? Yuklama qani? Senchi, yuklama qani? Seni, seniya, keyingisi inkor bog'lovchi bilan yuklamani farqiga bordik. Nani bilamiz. Na sen kelmading, na men bormadim. Nima bo'ladi? Yuklama bo'ladi. Sira aslo hech ham nimaga kiradi? Inkor yuklamasiga kiradi. Gumon yuklamasi dir, ov, yo'q. Dir, ov, yo'q. Dir bo'lsa kerak bilan almashsa gumon yuklamasi bo'ladi. Uyga vaysani qilgandir, qilgan bo'lsa kerak. Urug'ingdir, aymog'ingdir, biror og'zi maymog'ingdir. Urug'ing bo'lsa kerak, aymog'ing bo'lsa kerak, biror og'zi maymog'ing bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak bilan almashyaptimi? Demak nima bo'ladi? Yuklama bo'ladi. Keyingisi ayruv chegaralov yuklamasi. Eng asosiy ayruv chegaralov yuklamasi faqat. Qolgani faqat bilan almashsa yuklama bo'lib keladi. Faqat bir, yakka, yolg'iz, tanho, atigi xolos. Yakka meni tanlab olishdi. Faqat meni degan ma'noda. Endi uyda yakka men qoldim. Faqat men qoldim ekan u ham. Uni uyda yakka qoldir. Uni uyda faqat qoldir deb bo'ladi? Deb bo'lmaydi. Faqat bilan almashsa yuklama olasiz, bo'lmasa sifat bo'ladi. Tushundingizmi? Bir so'z ham bir so'zimga kirmading desam, bittagina so'zimga kirmading degan ma'noda keladi. U yerda yuklama emas. Bir Ahmad jazolandi desam, faqat Ahmad jazolandi bo'ladi. Yana takrorlayman. Bir, yakka, yolg'iz, tanho, atigi xolos so'zlari faqat bilan almashsa yuklama. Almashmasa yuklama emas. Tushundingizmi? Keyingisi kuchaytiruv ta'kid yuklamalari ham, hatto, hattoki diqqat. U, yu, da, ku, ey, yey yuklamasi o'zodan oldingi so'zdan chiziqcha bilan ajratib yoziladi. Takrorlaymiz. U, yu, da, ku, ey, yey. Takrorlaymiz. U, yu, da, ku, ey, yey. U, yu, da, ku, ey, yey. Qanday yoziladi? O'zidan oldingi so'zdan chiziqcha bilan ajratib yoziladi. Oq yoq qo'shib yoziladi. Bugunoq boraman. Bugunoqdagi oq qanaqa qo'shimcha? Yuklama. Qanday yoziladi? Qo'shib yoziladi. Ertagayoq jazolayman. Qanday yoziladi? Qo'shib yoziladi. Qaysi so'z turkumi? Yuklama.
Undan tashqari nahot, nahotki, tim, jiqqa, liq so'zlari ham tushuntiruv ta'kid yuklamalari hisoblanadi. 6-si o'xshatish, qiyoslash yuklamalari. Xuddi, na, qoq, bamisli, misoli, go'yo so'zi yuklama ham bo'lib kelishi mumkin. Tushunarligan? Hozir o'zida yodlaymiz, hozir o'zida topshiramiz. Uyga vazifa 1 nima edi? Boya berdim. Bir xato qilgan so'zingizni 20 dan yozib kelish. Uyga vazifa 2. Bog'lovchi, ko'makchi yuklamani meni kitobimdan yodlab kelish. Mana shu o'tkalan batafsil